Bu Tenian oroli. Tinch okeandagi yiroq bir orol. Ilgari bu orolda Hiroshima va Nagasakiga atom bombasi tashlagan aeroplanlarga mulozimat qiladigan harbiy baza bor edi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika bu aerodromni tashlab etdi. Chunki uningga ehtiyoj qilmagan edi. Biroq yaqinqi sun'iy hamroh suratlariga asoslanganda harbiy xodimlarining tozalashi natijasida harbiy ul aslahalar qaytadan oshkorlandi. Amerika yangi dushman bilan kurash qilish uchun o'zining havo armiya bazasini asli holatiga keltirishga boshladi. 5 burchaklik binoning necha 10 yildan buyon Tenian oroliga hojati tushmagan bo'lib, Xitoy yangi bir turdagi qurollarni taraqqiy qildirdi. Bu qurollar yiroq nishonlarga, jumladan ikkinchi orol zanjiridagi Amerika bazalariga zarba beradi. Shunga Pentagon Xitoyga qarshi turish va mumkin bo'lgan to'qinishga tayyorlik qilish uchun jiddiy tayyorlikka o'tdi. Amerika yaqini bu yon markaz va tarmoq deb ataladigan strategiyaga yuzlanmoqda. Bu usul hamma narsani bir yerga yig'ish o'rniga texmi cho'ng rayonga tarqatishni maqsad qiladi. Shunga agar Amerikaning cho'ng bazasi tahdidga uchrasa, urush aeroplanlari kichikroq havo armiya baza to'g'riga tarqalib ketadi. Bu orqali Amerika boshqa kichikroq bazalar orqali jangni kontrol qilib tura oladi. Shuning bilan bir vaqtda cho'ngroq baza kichikroq bazalarni dushmanning diqqatini tortadigan markaziy sifatida qo'llanib o'zini saqlab qoladi. Bu dushmanning nishonlash jarayoniga to'sqinlik qiladi. Shunga Xitoyning qurol-yarog' ombiri kengaygan sari Amerika injenerlari Tinch okeandagi 2-dunyo urushi davridagi havo armiya bazalarini jonlantirishga oldiryapti. 2-dunyo urushi mezgilida Amerikaning Tinch okeanda 93 dona bazasi bor edi. Bugungi kunga kelganda faqat 33 dona bazasi bor. Biroq bu koni unutilgan havo armiya bazalarining ko'pinchisi Amerika zaminidan sirt, Washington bilan hozir munosabati yaxshi bo'lmagan davlatlarga joylashgan. Shunga bazani qoplagan o'simliklardan boshqa nurg'un siyosiy qiyinchiliklar bor. Ammo chatqonlarni o'simliklarni tozalash kuch va emgak talab qilsa, siyosiy qiyinchiliklarni hal qilish san'at talab qiladi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi jiddiylik Xitoy dengiz armiyasining Tayvan atrofida necha 10 yildan buyangi eng cho'ng dengiz armiya kuchini to'plashi bilan bir vaqtda udul keldi. Hamda bu kuch kelgusi bir necha yilda texmi kengaydi. Yaqinqi sun'iy hamroh suratlarda Xitoy paraxut yasash zavodida hujum uchun loyihalangan 3 dan 5 gacha yangi uskuna yasalayotganligi ko'rsatildi. Bu uskunalarning har biri 12 metr uzunlikdagi ko'rikni o'z ichiga oladi. Bu orqali nurg'un tanklarni bevosita Tayvan zaminiga tushira oladi. Bu bir o'zgacha ta'minlash usuli bo'lib, Xitoy kuchlarining ilgari mumkin emas deb qaralgan joylardan qirg'oqqa o'ta oladiganligini bildirdi. Shu sababdan Tayvanliklarning harbiy va siyosiy jihatdan yuqori darajada hushyor turayotganligi tushunishlik. Tayvan rahbarligi yaqinda Tinch okeanda manevr o'tkazdi. Chunki Xitoy Tayvan to'qinishi Amerikani jangga olib kirdi. Hamda Tinch okean jang maydoni bo'ldi. Biroq Xitoyning Xaynan orolining janubiy uchida 1955-yil qurilgan Yulin dengiz armiya bazasi bor. Bu Xitoy dengiz armiyasining an'anaviy harbiy bazasi. 20-asrda u baza Xitoyning ayni vaqtdagi Janubiy dengizdagi kichikroq flotlari uchun qo'llash punktidan boshqa narsa emas edi. Biroq bugungi kunda Yulin dengiz armiya bazasi Xitoyning dengiz armiyasini qayta jonlantirishdagi ochqushliq nuqta. U 200 qo'shimcha harbiy o'rin bilan birlikda Tinch okeandagi 50 milliard dollarlik mablag'ni tashkil qilgan bir bazaga aylandi. Shuni e'tirof qilish kerakki, Amerika dengiz armiyasi yanada xavf ustida turmoqda. Ammo Xitoyning kuchayotgan dengiz armiya kuchi ahvolni o'zgartirib o'tishi mumkin. Xitoy dengiz armiyasi 2030-yilga borganda birinchi orol zanjirini, 2050-yilga borganda ikkinchi orol zanjirini kontrol qilishni planlamoqda. Xitoy tez suratda hujum paraxutlari, suvosti paraxuti, aviamatka, boshqarilgan bomba, raketa va aeroplan yasayotdi. Bu bosqichdan keyin yana bir bosqichga o'tgan sari qayta qurollanishning ko'lami va sur'ati 5 burchaklik binoni jiddiy ogohlantirish qo'ng'irog'iga chaldirdi. Xitoy havo armiyasi tarafidan tarqatilgan busunda yadro quroli ilib yuralaydigan bombardimonchi aeroplanning Guamdagi Anderson bazasiga taqlidiy hujum qilganligi ko'rsatilgan. Andersonga o'xshash ikkinchi orol zanjiridagi oldingi safga joylashgan bazalar Amerikaning bu rayondagi har qanday to'qinishdagi asosliq o'rinlashtirish nuqtasini tashkil qiladi. Tayvan bo'g'zidan 500 kilometr azroq yiroqlikda joylashgan Guam, Amerikaning Tinch okeandagi kuchini namoyon qilish iqtidori uchun intayin muhim. Hamda bu orolni strategik nishonga aylantirdi. Xitoy kuchlari nisbiy o'q kuchi jihatda Amerika harbiy kuchlaridan orqada qolsa-mu, ammo ularning son jihatdan ustunligi bor. Boshqarilgan bomba texnikasidagi ilgarilashlar, shundaqla tizgin uchqu aeroplanlarining ko'payayotgan floti Beijingning hozirgi mudofaa sistemasini texnik ko'p yangish iqtidoriga ega bo'layotganligini bildirdi. Bu 5 burchaklik binoning diqqatidan chetda qolmadi. Shunga Guamni texnik yaxshi qo'g'dash uchun Amerika armiyasi alohida sistemlarni o'z ichiga olgan qatlamliq boshqarilgan bomba mudofaa to'rini o'rnatishni planlamoqda. Biroq eng ilg'or mudofaa sistemasi yengilib ketishi mumkin. Shunga Amerika o'zining mudofaa usulini o'zgartirdi.
Xitoy bilan bevosita tirkishish o'rniga aeroplanlarni tarqitib, ularni yo'qotilishni texmi qiyinlashtirmoqda. Markaz va tarmoq sistemasi dal mushu yerda rol o'ynaydi. Chunki u boyliq va mulklarni texmi cho'ng rayonga tarqitish orqali Amerikaga texmi cho'ng fursat yaratadi. Shuning bilan bir vaqtda yana Pearl Harborga o'xshash hujum xavfini azaytadi. Bu texmi cho'ng fursatga bo'lgan ehtiyoj Xitoyning zo'r texnikalik ilgirilishi, bo'libmi uning tez suratda kengayayotgan boshqarilgan bomba ombiri sababidan bir oz taslashidi. Bo'libmi Xitoyning DF-26 nomli o'tir musofirlik ballistik boshqarilgan bombasi Guam qotili deb ataladi. Bu boshqarilgan bombaning musofasi taxminan 4000 kilometr. Ammo bu bombani ishlab chiqarish undaq oson emas. Amerika Mudofaa ministrligining mo'ljallashicha Xitoyning DF-26 boshqarilgan bombasining soni 2021-yildagi 300 dan 2022-yildagi 500 ga ko'paytgan. Ammo hozircha 250 dona qo'yib berish supasi mavjud. Yana bir cho'ng tahdid bo'lsa DF-17. Bu bir yuqori suratli boshqarilgan bomba. Bu bombaning doirasi qisqa, 1600 kilometr. Muhim yeri uni suvosti paraxotlarga o'rnatilishi mumkin. Bu boshqarilgan bombalar DF-26 va DF-17 Guamdagi Anderson bazasini xatarga duchor qiladi. Yaqinqi urush o'yinlarining mo'ljallashicha, urush yuz bergan taqdirda Amerika aeroplanlarining 90% kicha yer yuzidan uchmay turib yo'qoladi. Ahvolni tushuntirish uchun Pearl Harborga qilingan hujumni eslab o'tsak, bu Amerika havo armiyasining tarixidagi eng nachar mag'lubiyat deb qaraladi. Bu hujumda 390 aeroplandan 188 yo'qotilgan. Yo'qotish nisbati 48% edi. Bu qanchalik vayron qilg'uchi bo'lsa-mu 90% aeroplanning yo'qolishi nimani bildiradiganligini tasavvur qilib baqing. Bu jang boshlanmay turib urushning mag'lubiyat bilan oxirlashadiganligini bildiradi. Tinch okeanning g'oyat zo'r cho'ngligi dengiz armiya urushini cheklik sonda dengiz bo'g'izlariga markazlashtirdi. Ikkinchi dunyo urushida Yaponiya ikkinchi orol zanjirining ko'p qismini kontrol qilgan. Buning ichida Guam, Tinian, Pilo va Sayban qatorliq Mariana orollari Yaponiyaning Tinch okeandagi harakatlarining asosli o'rni edi. Bu orollarni ishg'ol qilish orqali Yaponiya Amerikaning Filippin dengiziga kuch chiqarishini to'sib, Yaponiya cho'ng quruqligini qo'g'dagan. Amerika kuchlari bu orollarni ishg'ol qilgandan keyin flotlarining Yaponiya cho'ng quruqligi Tayvan va Filippinga berib kelish doirasiga kirgizgan. Bu Yaponiyaning harbiy tanlashlarini cheklagan hamda oxirida uning mag'lub bo'lishiga olib borgan. Bugungi kunda tahdid o'zgardi, ammo Mariana orollarining strategik afzalligi o'xshash bir holda. Teniyandagi harbiy bazani asliga keltirish xizmati Amerikaning harbiy pozitsiyasini tubdan o'zgarishni ifodalaydigan nurg'un turlarning biri. Guamdagi qayta qurish xizmatlari yurgizilmoqda. Shimoliy g'arbiy aerodrom qayta qurilyapti. Ishlatilmaydigan uchish yo'llari asliga keltiryapti. Qo'nish o'rinlarining soni kengaytirilyapti hamda yangi harbiy lagerlar qo'shilyapti. Shuning bilan bir vaqtda xizmat guruhlari koni aerodromlar atrofidagi o'rmonlikni tozalab, hozirgi yo'l va ul aslahalarini kengaytiryapti. Onundan boshqa sharqda Filippinda Basa havo armiya bazasida qo'shimcha aeroplan rampalarini qurish uchun $35 million ajratildi. Bu bazada Amerika havo armiyasi uchun alohida huquq bor. Oxirida Amerika askarlarining Avstraliyaga o'rinlashtirilishi son va sifat jihatdan oshdi. Bu yerda Tindal qatorliq bazalar jang vaqtida yushurun zapas havo armiya bazasi rolini o'ynaydi. Bularning hammasi markaz va tarmoq strategiyasiga mos keladi. Bu strategiya xodimlarni, yuklarini va aeroplanlarni tarqatishni maqsad qiladi. Cho'ngaytib qaraganda Tinch okeanda yana 60 kona havo armiya bazasi bor bo'lib, ularni qayta jonlantirishga bo'ladi. Biroq Mariana orollaridan boshqa har qanday yer Amerika huquq doirasidan sirt bo'lib, ishlarni murakkablashtirib o'tadi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika Palau, Mikroneziya va Marshall orollarining sadoqatini erkin birlashma kelishimi deb ataladigan bir qator kelishimlar orqali kafolatga ega qildi. Bu kelishimlar Washingtonga mo'l moliya yordami badaliga alohida mudofaa huquqini kafolatlantirdi. Biroq ba'zi ahvollar ko'rinarli qarshiliklarni paydo qildi. Masalan, Palauda Nakor radar sistemasining qurilishi muhit masalalarini keltirib chiqardi hamda qurilishni bekor qilish uchun qonuniy harakat boshlandi. Shuning bilan bir vaqtda Palau hukumat kengash palatasi Amerika boshqarilgan bombalarni o'z zaminida o'rinlashtirish taklifini rad qilish qarorini ma'qulladi. O'xshash muhit, yerlik xalq huquqi va yer ishlatish masalalari Mikroneziya federativ shtatlaridami o'tirg'i qo'yildi. Bu yerda Amerika havo armiyasi Yap xalqaro aerodromini harbiy vazifalarga moslashtirish uchun $400 million yangilash taklifini bergan edi. Umuman qilib aytganda, Tinch okean davlatlarining nurg'unlari o'zlarining kelgusidagi jang maydonida turganligini yaxshi tushunadi. Hamda buningga qatnashishni xohlamaydi. 5 burchakli bino texmi cho'ng strategik plan uchun kerakli ul aslahalarni qurishda texmi ko'p qonuniy huquqqa ega bo'lishi kerak. Bu davlatlarning ham Xitoyning ta'siriga uchramaydi degani bo'lmaydi albatta. Xitoy mablag' solg'uvchilar bilan yerlik qonun chiqaruvchilar o'rtasidagi yaqin savdo aloqasi, shundaqla orol aholilarining Xitoyda o'qish yoki ishlash fursatlarining ko'payishi Beijingning ishonchli hamkorlashuvchi sifatidagi inovatini kuchaytirdi.
Bu kichik o'zgarishdek ko'rinishi mumkin, ammo faqat Amerikaning kuchini bilgan bir davlat uchun bu intayin muhim. Shunga Amerika 2-Dunyo urushidagi havo armiya bazalarini qayta jonlantirish orqali kelgusidagi to'qinishlarga tayyorlik qilayotgan bo'lsa-mu, Tinch okean davlatlarining ko'pinchisi bir taraf turishni yoki Xitoy tarafda turishni xohlaydi.